Aktris qanaqaligini ayting, men sizning kimligingizni aytaman. Killian Black Phantom. Killian Black Phantom egalari asosan narsistlar hisoblanadi, ya'ni egosi baland insonlar. Suspiru Vibrata. Vibrata egalari asosan ular pozitiv, ya'ni xushchaqchaq insonlar hisoblanadi. Boys Imperial. Boys Imperial egalari ertalabki kayfiyat kechqurunga to'g'ri kelmaydi, ya'ni tez o'zgaruvchi insonlar. Creed Aventus. O'zidan boshqa insonni fikr umuman qiziqtirmaydigan insonlar deb hisoblayman. Clive Christian Red Retriever. Retriever egalari asosan ular jim yurishadi, lekin ular haqida atirlar faqat ta'riflaydi. Pheromon. Feromon. Mavzu atirlar haqida shekil. Sergio Tarino 21. Tarino 21 egalari asosan ularni ayolligi, moyilligi yuqori hisoblanadi. Pansera Amberfull. Amberfull egalari esa xohlagan mavzuda xohlagan insonlar bilan chiqib ketishadi. Siz qaysi atir ishlatasiz? Izohlarda yozib qoldiring va biz sizning kimligingizni aytamiz.